Variantlar bor. Variantdan beraveramiz. Qanchaga beraveramiz? 4 yangi o'rta. 10 million so'm yo motion barterim. 10 millionga. Navoiyda eng arzon men beraman. Ha. Chexolpolik mexanik коробка, audio sistema 143 million yaqinda 10 million so'm bilan variantga beraveraman deyapti. Xudo xolasa, aka nomerlarini qoldiraman, telefon qilib bemor tekshirtirib, ustingizga borib gaplashaverasizlar inshaalloh. Kraskasi qanaqa edi aka bu? Qo'ydi. Sagara taqib qo'ydi. Mejgara taqib qo'ydi degan. Tandir ko'rsatmalari ham bor aka buni. Xo'p, bu yo'q, dahshat qo'ydi. Chexolpolik multimedia audio sistema. Probeg qancha? Joylashtirasizmi bu yoqqa? Yo'q qolasizmi? Navoiy mashina bozorida Meksikalar qo'yilgan anaqa. Assalomu alaykum, Avtobunyod kanalining qadrli obunachilari. Navoiy mashina bozoridan jonli bozor ko'rsatishda davom etamiz. Cobalt Gentrlarni xudo xolasa bitta jonli narxdan ko'rsataman. Videoga bitta like bosib, kommentar va fikringizni yozib qoldiring. Like bosish, kanalga obuna bo'lish hammasi mutlaqo tekin. Videoni boshlaymiz bo'lsa. Videoni uzmasdan jonli ko'rsataman yaqinda. Mana Kia Senatlarim chiqdi. O'zi bozorda asosan Cobalt bilan Gentra so'ragan yaqinlar uchun bitta ko'rsataman endi jonli bozorni. Sanatlar ko'rsataman endi bu yoqdan. Assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? Ko'rsatib o'rsam bo'ladimi? Yil necha ekan buni? 25. Sog'ligingiz yaxshimi? Ko'rsatib o'rsam bo'ladimi? Bo'ldi, xo'p. 25. Eng pulimi bu? Puli necha pul? 235. Bozor qancha qildi aka buni? Kia Sonet Chexolpolik qilib qo'yibdi aka. 3000 yurgan ekan. Eng puli. Propan qo'yilganmi yo benzindan qoldi? Bozor qancha qildi? Bermagan narxingiz. Bozor necha pul qildi? 5000 tushamiz, ha. 5 million tushib berasiz. Bu salon narxida o'zi anchagina arzondan bo'lyapti o'zi. 5 million arzon bu. Salon narxidan Sug'urtalari 7,5 million bo'lgan. ulardan o'zi to'la bo'lgansiz o'zi hammasini. Ko'rjo'lar kiyizilgan. Hozir 15 million arzon, yana ham 5 million o'tib beramiz. Nomeringiz 90lik 717 1371. Xo'p aka, charchamang, ishlarga omad. Sog' bo'ling. Xo'p, bo'lmasa bu yoqdan Cobaltlardan K5lar ham chiqdi bu yoqdan. Xo'p, bitta ko'rsatamiz bo'lmasa. Yaqinda. Bu yoqdan Cobaltlarni ko'rsatamiz sizlarga. Gentralarni, Cobaltlarni Navoiy mashina bozorida. Bo'ldi aka, xo'p o'tamiz. Aka, yil necha ekan buni? Assalomu alaykum. Mayli. Xo'p, Cobaltdan orqa tarafdan ko'rishda e'tibor bermaymiz. Shartlar qanaqa bo'lishini nazar kim yoniga borsa kerak emas dedi. O'zi bozorda unaqa talab oladigan odam o'zi yo'q. Assalomu alaykum. Yil necha aka buni? Ko'rsatib o'rsam bo'ladi. 2020. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Mashina o'zingizdan dokument tamommi yo'q? Mikrofon qo'lingizga oling. Ovoz yaxshi eshitilsin aka. 2025 pachka, hali benzinda. Benzinda. Metline ekan aqlda. 2025 Chexolpolik qilib qo'yibdi. 1,5 ming yuribdi ataga. Bir registratorni taqib qo'yibdi. 1,5. Aka, narx necha pul endi kelishtirib beramiz? 165. Bozor qancha qildi endi? Kelishamiz narxini? Kelishamiz. Necha pulga beramiz? Variant barter. Faqat naqdga. Nomeringiz 99lik 072 85 22. 85 22. Xo'p, charchamang, ishlarga omad, salomat bo'ling. Omad aka. Xo'p, Cobaltlarda bo'lsa biz davom etamiz bu yoqdan. Cobalt so'ragan yaqinlar uchun. Assalomu alaykum. Yil necha ekan aka buni? Ko'rsatib o'rsam bo'ladimi? 2021. Kayfiyatlar yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi aka? 2021 kraskasi toza. Shu mikrofon qo'lingizga oling. Ovoz yaxshi eshitilsin aka. 2021 kraskasi toza. Mashina xarajati yo'q aka buni. Yo'q. Korobkada ishlar yo'q, gazda qo'yilgan. Dokumentlar muammomuz yo'q. Mo'mi yo'q, variantlar bor. Variantdan beraveramiz. Qanchaga beraveramiz? 4 yangi o'rta. 10 million so'm yo motion barterim. 10 millionga. Navoiyda eng arzon men beraman. Ha. Chexolpolik mexanik коробка, audio sistema 143 million yaqinda 10 million so'm bilan variantga beraveraman deyapti. Xudo xolasa, aka nomerlarini qoldiraman, telefon qilib bemor tekshirtirib, ustingizga borib gaplashaverasizlar inshaalloh. Aka, tan narxi necha pul endi buni? 125 deyapmiz. 125 million variantga bo'lsa
Kanal nomidan chiqqanlar uchun avtomobilni telefon qilyapman desangiz 10 million so'm bilan variantga beraveramiz. 21 toza. Navoiyda o'zi bunaqa 10 millionga kamdan kam chiqadi siz uchun. Xudo xohlasa telefon qilsangiz aka nomerlarni qoldiraman. Aka nomeringiz 99 99 lik 418 418 0003. 0003. Xo'p aka, charchamang, ishlarga omad, salomat bo'ling. Omad aka. Xo'p, qadrdonlar bo'lmasa bu yoqdan davom etamiz. Yil necha aka buni? Yil necha ekan buni? Puli? Mayli aka, charchamang. Xo'p, bu yoqdan sizlarga kobuslarni. Yil necha ekan aka buni? Assalomu alaykum. Puli necha pul? 135. Ko'rsatib ko'rsam bo'ladimi? Kraskasi qanaqa? 2023 kraskasi toza. Xo'p, 4 yangi bo'lib taqilgan ekan. Bozor qancha qildi aka buni? Birinchi olib chiqsizmi? Pulga tashlangan avtomat korobka 53 ming yurgan ekan. Video registr taqib qo'yibdi. Variantdan bo'ladimi aka? Faqat naqdmi? Nomeringiz necha? 93lik 437 25. Xo'p aka, charchamang. Xo'p, mayli yaqinlar bo'lmasa biz e'tibor bermaymiz, biz baribir davom etaveramiz. Bizga farqi yo'q deydi. K5larim chiqdi bu yoqdan. Assalomu alaykum. Yil necha ekan aka buni? Assalomu alaykum. 20 ko'rsatib ko'rsam bo'ladimi? Kraskasi? Ha, shu yerning o'zida 2022 Kia K5 qidirildilar Navoiy mashina bozoridan. Bitta mana shu eshigini oldida ozroq joyda yetimchasi bor ekan, boshqa yerda yo'q deyapti. Mashina xarajati yo'q aka buni. Mana shu joyda ozroq joyda. Nakmetani muammo yo'q. Probegi qanchada? 86 ming. Gazda qo'yilgan. Benzinda. Bunga yarashmaydi endi adingga. Puli necha pul endi buni? Kelishtirib ayting. 300. Birinchi bozor olib chiqsiz adashmasam. Variant barter. Naqdga kelishamiz. Nomeringiz 93lik 951 70 Xo'p aka, charchamang, ishlarga omad, salomat bo'ling. Xo'p, yaqinlar bo'lmasa bu yoqdan davom etamiz. Kobultlardan, jentrlardan ko'rsatishda. Undan keyin bu yoqdan Damas bilan Labula qator ko'rsataman. Damas bilan Labula ko'rsataman. Bitta. Xo'p, yaqinlar bo'lmasa o'tib bu yoqdan. Egasi borlarini imkon darajasida. Endi oldiga borsangiz, kerak emas dedi. Shu oldiga borasiz. Aka, shu yili bilan narxi qiziq, boshqa narsa qiziq emas o'zi. Yoniga borsangiz, kerak emas, videoga olib nima qilasan dedi. Lekin biz taslim bo'lishga baribir ko'rsataveramiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Qanaqa mashina olib chiqdingiz? Qaysi biri? Ko'rsataversam bo'ladimi? Yili? 25. Primermi? Mikrofonda oling, ovoz yaxshi eshitilsin. Rekrikka qadrdonlar, Navoiy mashina bozoridan 2025. Primermi, Redline aka bu? Primer. 2025 Rekrikka ablisovkalar ham aka almashtirib injig'idan bo'lib qo'yibdi, lekin xo'p, Savatskoy tepada uklari bitta ochib oling kaltoningizdan. Probeg qanchada? 19,5. 19,5. 9300 da. Pulga tashlangan. Gaz qo'yilganmi, benzinmi hali? Propan qo'yilgan. Puli necha pul endi? Kelishtirib ayting. Kelishtirib 230 deymiz. 230 million. Bozor qancha qildi? Birinchisi olib chiqdingiz. Endi olib chiqdim. Variant barter, dehqonchilikmi, tirikchilikmi aka? Dehqonchilik. Kelishamizmi? Faqat naqdga. Faqat naqdga. Kelishamiz. Nomeringiz 88 366 77 22. Xo'p aka, charchamang, ishlarga omad, salomat bo'ling aka. Xo'p, qadrdonlar, bo'lmasa bu yoqdan davom etamiz. Mana buni ham Cobalt ham Mercedes qo'yib qo'yibdi aka. Yopiqmi? Mercedes qo'yib aka, Malibu barlar. Xo'p, mayli bo'lmasa biz e'tibor bermaymiz, bu yoqdan davom etaveramiz. Xo'sh, bitta shu tomonga o't bo'lsam. Mana bu Nexus nima deyapti bu? Bu yil necha ekan aka buni? Yil necha aka? Shaxsaga yili. Ko'rsatib o'rsam bo'ladimi? 2015 Nexus ning ko'rlar, Navoiy mashina bozori. Nexus ishqi bozori. Boshqacha qilib qo'yibdi lekin, qoraytirib. Kraskasi qanaqa edi aka bu? Kraskalar
Qo'ydi. Sagara taqib qo'yibdi. Bejigara taqib qo'yibdi ekan. Tandir ko'rsatmalari ham bor aka buni. Bu yog'i dahshat qo'yibdi, chip qo'yib. Multimedia audio sistema. Probegi qancha? Bozor qancha qildi endi aka buni? Birinchisi bitta zavod qilib ko'ringchi, bo'lmasa bitta ko'ray endi. Farqlan ko'ring, ana cho't chiqib qo'yibdi ekan, sakra taqib. Joylashtirasizmi yo'qmi? Yo'q olasizmi? Navoiy mashina bozorida Meksikalar qo'yilgan ana. Navoiy mashina bozorida xudo xolisa. Aka lekin boshqacha mehr berib qo'yibdi bunga. Meksikani o'zi minadiganlari, biladiganlar o'zi bittada biladi. Buni narxi necha pul endi aka? 70 million deymiz. 70 million. Bozor qancha qildi? Birinchi olib chiqsiz buni. Variant barter gaplashamiz a. Meksika so'raganlar chaqirdi. Nomeringiz necha aka? 90lik 739 8008. Meksika ishqi bozori o'zi aka mehr berilgan bitta aka nomerdan oldim, telefon qilib bemor tekshirtirib xudo xolisa gaplashib olasizlar. Probegi qancha dedi aka buni? 1 kilo yurgan ekan. Ayollar. Xudo xolisa bemor telefon qilib tekshirtirib gaplashib olasizlar. Navoiy mashina bozoridan Meksika ishqi bozori.